Ey Qara Islom, sen zolim kofirlarning eng ashaddiysisan. Maktubingda bizni aldab, hiyla bilan chuv tushirmoqchi bo'libsan. Sen o'zingni Alloh yo'lida jang qilguvchi muhojir, bizlarni esa nohaqdan nohaq qon to'kuvchi hamda munchurlab qolgan jangchi deb o'ylaysan-cho? Usmoniylarning sultonini ajamliklarning podshohsiga o'xshata ko'rma. Men shaharlarni zabt etayotganimda sen tog'lar orasida yashirinib yurgansan. Sen chol uchun juda kulgili taxallus bu. Men umrimning 40 yilini jihod uchun sarflagan odam. Senga Usmonlilarning yashini deb ta'riflash. Biroq chaqmoqning zarbasi anchagina so'z. Sen butun olamni egallamoqchi eding, ammo hozir mening toyimdasan. Yo'q, sen hukmdor emassan. Shunchaki ofatsan. Sen shaharlarni yimirib tashlaysan. Sen oldinga intilganing sari ortingda vayronalar va kul qoladi. Seni dunyoing yo'q. Sen bo'ronda uvillayotgan va shamol uchirishi muqarrar bo'lgan ko'r itsan. Hoychol, men seni chodiringni yondirib, suyaklaringni sahro bo'ylab yo'yaman. Nomingni yer yuzidan o'chirib tashlayman. Istehkomlaring seni butun umr himoya qiladi deb o'ylaysan. Jangchilaring senga abadiy itoat qiladimi? Yo'q. Ular ham hamma singari o'lim sharbatini totmoqqa mahkumdirlar. Ertaga suvoriylaring bayroqlarni yerga tashlab, ortlariga qochadilar. Tarix senga Temurga yetarlicha baho bermagan sulton sifatida qarab qolaversa, mamlakating so'nib borayotgan quyosh yanglig' tanazzulga yuz tutacak. Olib chiqing. Allah Hazret Sultanım, hoş gelipsiz. Safardan eson-omon kelganingizdan behad shodmiz. Ulug'man. Ulug'. Biz yo'qligimizda ahli saroy va ahli mamlakat tashvishlari sizni xorlatib qo'ydi. Aslo yo'q Sohibqironim. Nabira-yu chevaralaringiz doimo nazoratim ostidadir. Ularning tarbiyati siz buyurgandek mening bo'ynimdadir. Sizning aql salim va hikmat va donishingizga suyanib hech ham afsuslanmang. Kelgusida ham maslahatlaringiz va mashvaratlaringizdan bizni darig' tutmaysiz degan umidamiz. Bosh ustiga Sohibqironim. Suhbat asnosida bir andisham bor. Behijolat. Yirik yurishdan qaytdingiz. Butun dunyo, islom dunyosi sizning qadamingizdan qo'rqadi. Siz buyuk Amir Temur Quddusning yaqinidan o'tib ketdingiz. Nega u qirollikni fath etmadingiz? Axir Quddus istilosi sizga yanada olamshumul obro' va iftixor qo'shgan bo'lardi. Quddus mamlukiy musulmonlar qo'lida. Ular menga taslim bo'lishgach, o'zingizga ham ayon musulmon olamiga hurmatim bo'ladi. Quddus musulmonlar uchun muqaddas shahar. Lashkarlarim u yerning diniy nizomlarini buzib qo'yishini xohlamayman. Shuning uchun ham Quddus fathidan o'zimni tiydim. Bolajon,
sog' o'g'lim. Men safardaligimda nimalar bilan band bo'ldingiz? Bobojon, sizni juda sog'indim. Ptolemeyning sayyoralar joylashuvi asarini mutolaa qilayotirmen. Siz Bag'doddan keltirgan kitoblar diqqatimni butkul tortmish. Barakalloh. Barak. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Lekin siyosat bilimi va harbiy ishlardan ham ogoh bo'lmoqingiz kerak. Zero bu bilimlar kelajakda sizga zarur va asl. Xo'p bo'ladi bobojon. Siz ko'rsatgan yo'riqlar bizga butun umr dastur bo'lib xizmat qilguvchi. Xo'lingiz porloq bo'lsin. Endi Xo'p bo'ladi, sog'ton bobom. Amirim, qahringiz kelmasa, yana bir so'rog'im bor. hech taxir qilmasin. Siz yirik yurish qilib Konstantinopolga yaqin keldingiz. Nega o'qituvchilarni fath etmadingiz? Men dengizni kechib o'tishni yoqtiraman. Xuddi Umar roziyallohu anhu. U kishi ham bir tuyaga mindimmi, safarimni o'sha tuya bilan tugataman dedi. Qolaversa, İzmirni fath qilganimizdan so'ng Bizantiya podshohi biz sizga tobemiz, istagan ishlaringizni bajaramiz mazmunida xat. Shundan so'ng bu yurtni fath etmoqdan tiyildi. Donoligingizga mingta sanno dunyo tinch. Endi borib qol ham shay turgan.